Assalomu alaykum. Men mana shu Tianjin kompaniyasiga taklif qilgan Faridaxonlarga eng avvalo katta rahmat aytmoqchiman. Chunki o'zim o'qituvchiman. Maktabda oladigan oyligim 4 millionga yetmagan mablag' bilan ikkita farzandimni o'qitayotganimda, avvalo moliyaviy tomondan ham qiynalib turganimda, sog'lig'imda juda ko'p muammolar bor edi. Eng katta muammo o'zim o'qituvchi bo'lganim uchun juda ko'p gapirish oqibatida kechqurunga borib ovozim chiqmay qolardi. Tomog'imga nimadir xuddi tiqilayotgan kabi tibbiyotga borib tekshirtirgani qo'rqardim. Yomon kasal chiqarib qo'ysachi degan o'y menda qo'rqinch ustunlik qilib, meni qoidam xuddi hali biza o'zbeklarda bor, bolta tushguncha to'ngakdan bo'ptirsin degan qoidaga amal qilib o'zimni tekshirtirmas edim. Yakka tartib o'quvchim bor edi, darsga ketay tursam bir kun ko'chada Faridaxonlar ko'rib qoldim. Faridaxonlarni men 1 yil oldindan beri ko'rmagan ekanmanmi? Ko'rib o'zimga o'zim darsga borib kelguncha savol berib borib keldim. Shu Faridaxonlarmi yo qaysidir singillarimi? Shunaqa chiroyli bo'lib ketganlar, shunaqa ixchamlashganlar, yuzlaridan nur yog'ilib. Faridaxonlar bilan avval muloqot qilmaganim uchun singillari Yoqutxon uyiga kirdim qaytishda. Yoqutxon Faridaxonlarga kimdir mehmonga keldimi yo o'zlarimi deb Yoqutxondan hamma tavsiyalarni, ma'lumotlarni oldim kompaniya haqida. Boshida rosa ikkilandim. Keyin ichaymi bu mahsulotlar avvalo qimmat ekan, shuncha qimmat pulga olsam-u degan o'y tashvishlar bo'ldi. O'zimning qo'limda shuncha mahsulotga yarasha pulim yo'q. Oxiri tavakkal qilishga qaror qildim. O'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi degan maqsadda. Meni oyog'im 17 yil oldingi oyoq og'rig'im bor edi. Oyog'imda tagi ishdan kelganimdan so'ng rosa og'rir edi. O'zi bir dona o'g'lim bor, shu o'g'limni tuqqanimdan keyin shu oyog'imda tayin og'rishini topib olganman-da desam, o'g'lim bechara yonimda gaplashib o'tirsak, oyog'imni tagiga mushlab massaj qilib o'tirardi. "Aba, mazza qilyapsizmi, og'rimayaptimi?" deb. Men bu mahsulotlarni bronza karta deyishdi, boshida tushunmadim. 1 million 200 minglik mahsulot olib ichib ko'rdim o'zim. O'zim ichib ko'rganimdan keyin buni shunaqa yaxshi tabiiy mahsulotligiga ishonch hosil qildim. O'zimda kuch, energiya bo'ldi, charchash yo'qoldi birinchi o'rinda. O'zim bilmayam qopman oyog'im qachon og'rirdi, og'rishini esimdan ham chiqarib o'rganimdan endi bilyapman, oyog'im og'rirdi, endi og'rimay qoldi. Mahsulotning yaxshiligini o'zim his qilmagunimcha, o'zim ichib ko'rib his qilmagunimcha birovga tavsiya qila olmadim. Chunki avval o'zingiz ichsangiz hamma narsa aytsa ishonmas ekansiz. Hozir meni eshitib turgan odamlar ham ichmaguncha, o'zini boshidan o'tkazmaguncha ishonmaydi. Qachon boshidan o'tkazgan tabib ekanda, endi mana hozir 2 oy mahsulotni ichganimdan so'ng birovga aytmas ekansiz. Men bilan doim muloqot qilayotgan odamlar, siz yuzingizga nima surtyapsiz? Siz shuncha kuchli energiyani qayerdan olyapsiz? Orqamdan birga ishlaydigan dugonam darrov a'zo bo'ldi, mahsulotlarni olib ichdi. O'sha dugonam ko'zoynak taqardi-da, kechqurunga borib ko'zim talib ketadi, hech qaytim charchamaydi, ko'zim charchaydi. Endi u mahsulotlarni ichgandan keyin ko'zoynagim xalaqit beryapti, taqqim kelmay qolyapti. Demak, u sog'ayayotganidan shu uning gapini aytib beryapman-da. Bu kompaniyani Alloh shu insonlarni menga yo'liqtirib, shu jamoaga qo'shilganimdan, shunaqangi sog'lomlashganimdan, eng asosiy kuchli bo'layotganimdan, charchamayotganimdan, bu yoshimda charchashga, to'xtashga o'rin yo'q. Oldimda ancha vazifalarim bor hali. Juda ham xursandman. Yana kimga bo'lsa qo'rqmasdan taklif qila olyapman. Endi shu kompaniyani yana boshqa darajalarni, ko'tariladigan darajalarni yigitlardan o'rganyapman, liderlardan, ustozlardan o'rganyapman. Yuqori darajalarga chiqishga o'zimdan Xudo xolasa maqsad qo'ydim. Katta natijalarga shu orqali erishishga Allohim amin aytganingiz kelsin. Maqsad qo'ydim. Rahmat hammaga. Katta rahmat. Rahmat. Rahmat.